Leksiyalarımızı devamlaştırmıyoruz hürmetli vatandaşım. Endiki leksiyanın mavzusu mındak. Yaponiya ciddileşti. Çavuşan raketa hücumu qozg'asa, qo'q dönüş to'g'risida uqtirish e'lon qildi mavzuli xabar. Erkin Asiya Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. 6 ayning 22 kuni shunda xabar qilindi. Xabarda mundaq boshlandi. Yaponiya hukumati 23 kunidan boshlab har qaysi cho'ng televiziya stansiyalarida Çavuşan raketa hücumu qo'zg'asa, qanday qo'q dönüş to'g'risida uqtirish e'lon qildi. Bu urushdan keyingi 70 yildan beri tunji qatam Yaponiya hukumatining o'ttirig'i chiqib, urushga munosabatlik o'zini daldiga ilish to'g'risida uqtirish chiqarganligidir. Yaponiya hukumat arboblari mundaq oshkorildi. Çavuşan Yaponiyaga hujum qiladigan bo'lsa, fuqarolar qanday qo'g'dinish kerakligi to'g'risida Yaponiya hukumati 23 kunidan boshlab 5 cho'ng televiziya stansiyasida raketa hujumidan qanday qo'g'dinish to'g'risida tashviqot xarakterli chorlarni olib bordi. Yaponiya hukumati navbatda mundaq hisobladi. Yaponiya Çavuşanning raketa hujumiga uchrashi mumkin. Şuna bütün memleketi signal berish sistemasi to'g'rilandi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Butkul e'lon programmasi 30 sekund sarf qilindi. Boshlanishda Çavuşanning Yaponiyaga raketa bilan hujum qilish ham bütün memlekatga signal berish bilan boshlandi. İkinci qatimda uni daldiga elish choralari mustahkam qurilish ostiga tushib elinglar deyildi. Shundaqda qattiq aslahalarning kayniga o'tib elinglar deyildi. Agar uyning ichida bo'lsanglar, derazaga yaqin turmanglar deyildi. Demak, bu yerda atom yadro qurollaridan qo'g'dinishning choralarini ko'rsatyapti. Bu programma 2 hafta davomlashadi. 7 ayning 6 kuni o'xshashda bir vaqtda Yaponiya hukumati 6 ayning 23 kunidan 25 kunigacha butun mamlakat bo'yicha 70 gazetda 26 kunidan 7 ayning 9 kunigacha mamlakat bo'yicha muhim tor betlarda o'xshash mazmundagi e'lon uqtirishni e'lon qildi. Yaponiya Sichuan nahiyasi amaldori Go Binjing 21 kuni Jinzi shahrida yig'inda Çavuşan bir qancha qatim raketa qo'yib berib, berganlik munosabati bilan so'zlab mundaq ta'kidladi. Amili unum bo'lishi kerak. Garchi yuqori ta'sir ko'rsatmasin, Çavuşanning ichki qismida gumon paydo qilishimiz va shundaqla Çavuşanni ichki qismdan gumron qilishga tayyorlik qilinishi kerak deyildi. Yana bir xabar. Bir necha ming odam Otto Warmerning motam murosimiga qatnashdi. Mavzuli xabar 6 ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xabar topdinglar, hurmatli vatandoshim, Çavuşanda turmaga qamalgan amerikalik o'quvchi student Otto Warmer vafot bo'ldi. Endi uning saboqdoshlari, oila tavobatlari uning uchun dafn murosimi o'tkazdi. Çavuşanda turmaga qamalgan Amerika Virginia shtat universitetining o'quvchisi Otto Warmerning dafn murosimi o'qish bitirgan o'rta maktabda o'tkazildi. 2500 kishi dafn murosimiga qatnashdi. Warmer Çavuşan turmasida 17 oy yetib Amerikaga qaytib kelib, bir necha kundan keyin oilasida vafot bo'ldi. Dafn murosimi Warmerning yurtida o'tkazildi. Urug' tuqqan birodarlar bo'lib 2500 kishi dafn murosimiga qatnashdi. Warmer Çavuşanga sayohatga borganda tashviqot suratini o'g'irlamoqchi bo'ldi deb tutib ketildi. Endi 15 yillik kesim e'lon qilindi. Turmadan qo'yib berilib, Amerikaga qaytib kelib, mengisi qattiq zaxmlanganlikdan haftaning 1-kunida vafot bo'ldi. Prezident Trump dediki, Çavuşanga sabr taqdim tugidi. Warmerga Çavuşanning tutgan pozitsiyasi nomussizlikdir. Balki Çavuşan hokimiyati bir yovuz hokimiyatdir deb ko'rsatdi. Shu munosabat bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump